Ukam yaxshimisan? Rahmat. Sog'liqlaring yaxshimi? Bo'ladi. O'zidan nima? Bolalaring kelar, hammasi Tinch, yaxshimi? tinch. O'zidan nima gap? Menda tinch. Shu tez qatnaydigan bo'lib qoldingda ukam. Yo bir nimadir yashiryapsan, yo nimadir gaping bor, yo aytolmayapsan. Nima gap bo'ladi? Ha. Bitta gap bor. Zo'r gap. Meros masalasi bo'yicha. Mani ota-onamdan qolgan uy bor-ku, o'shani opam bilan gaplashuvdim. O'sha uyni men nomimga o'tkazish bo'yicha. To'xta. Sen nomingga nima o'tadi? Kichkina o'g'ilman-ku. Men bexabar qolib ketdim ukam. Mendan yashirib ish qo'ysanlar? Ha? Men kimman bu yerda? Men begonamanmi yo? Opam kim? Begonam. Bu meros-ku, baribir kichkina o'g'ilga qoladi bu meros. Kichkina o'g'ilman, menga qol. Sani uy joyi hovling bor. Xotdagina, hayxotdagina. Hop. Endi kichkina o'g'ilman deb endi hamma narsa senga qolavermaydi ukam. Sani hayxotdagina uying bo'lsa, hamma yo'g'i yetarli bo'lsa, men 2 xonagina domda turaman. Jiyanlaring katta bo'lib qolgan. Demoqchisizki, o'sha uyni menga ber demoqchimisiz? Ha, o'sha uyni menga berasanlar. Mana orqamdan ish qilibsanlar-da, ha unda. Opa-ukalar. Yo kimdir aql o'rgatyaptimi senga? Nima kulasan? Qo'ysizchi. Kichkinaga qoladi, menga qoladi uy. U uy meniki. Meni ulushimni berasanlar. U uy menga tegishli. Kim senga aql o'rgatyapti? Yo Hech kim o'rgatmaymi? Ha? Ota prichom? Ota-onamdan qolgan, ota-onamizdan qolgan uyni men sizga bermayman ham. Qonunan talashamasiz bilan. Asabimni o'ynamagin. U uy menga tegishli. Meni uyim. Tushundingmi? Nima kulyapsan? Qonunan va har tomonlama menga tegishli. Opa-ukalar ish qilyapsanlarmi orqamdan? 2 xonagina uyda turaman. Jiyanlaring katta bo'lib qoldi. Ertaga qadimay to'y qilishim kerak. Ozgina uyallaring. 2 xona deganingiz bu uyi ko'chada emassiz-ku, aka? Sana hamma yo'g'i yetarli. Opamni hamma yo'g'i bor, yetarli. Yig'ishtirlaring bo'ldi. U uy meniki. Sizniki emas, meniki. Senga ham yo'q, opamga ham yo'q. Siz u uyga haqqingiz yo'q-ku, aka. Ukam, meni nima haqqim bo'lmaydi? Menga qoladi deyapman senga uyni. Qolmaydi, meniki. Men kichkina o'g'ilman. Aka, qo'ying. Ey, asabimni o'ynama bo'ldi. Yap, bo'ldi qiling. Uy menga qoladi, tushundingizmi? Bo'ldi qil. Urasizmi? Urasizmi? Uring. Uraman kerak bo'lsa. Uring. Tushundingmi? Uring. Jigarimsan-da, ahmoq. Ade, bitta savol bersam bo'ladimi? Ber. Nega amakim bilan urushaverasizlar? Amakim bilan urushmaylar. Senlar nima ishlaring bor a? Televizoringni ko'rsalaring bo'lmaydimi? Aralashmalaring. Assalomu alaykum, ammajon. Va alaykum assalom. Qalaysizlar? Yaxshi. O'zim oynaning. Tuzukmisizlar? O'qishinglar yaxshimi? Qani nima kayfiyatinglar yo'q? Nimani aytish kerak? Qani nimaga? Bugun dadam bilan amakim rosa urushdi. Ammajon, Nega urushadi? bilmayman. Ha, nima? Sanam bilmaysanmi? Ha mayli. O'zim gaplashib qo'yaman. O'z o'qishinglar yaxshimi? Ha? Ha, yaxshi. O'yin qayerda? Ishda. Yaxshi. Qani yuringlar-chi. Keling opa, keling. Assalomu alaykum. Va alaykum Opa, yaxshimisiz? Yaxshimisan? O'zingiz keldingizmi? Sog'liqlari yaxshimi? Keling, o'ting. Bolalarim ko'chaga chiqib turinglar. Ha, bo'ladi, dadajon. Shu desang, endi ota-onamizdan qolgan meros, shu uy berilgan. Shuni endi biza 3 kishiga bo'lishimiz kerak ekan. Menga kam uy kerak emas. Sen ham shu ikkita katali 2 xona uyda yashaysan. Shu uyni katta qilib, bolalar